suluv yigitlarga qarash harom degan. Shuni bilib oling. Suluv yigitlarga o'ta go'zal, o'ta qosh ko'zlari kelishgan, kipriklari uzun-uzun yigitlar bo'ladi. Shunaqa yigitlarga qarash harom ekan. Nimaga? Chunki ana shu narsa aynan hozirgi kundagi buzuqlarni keltirib chiqaradi. Bir rivoyatda keltiriladi, Abu Hanifa rahmatullohi alayh yuzlagan shogirdlari bo'lgan. Shogirdlariga soqollaringni tarab yurasizlar deb taroq tarqatar ekanlar. Taroq. Soqollaringni tarab yurasizlar deb soqollarni taroq tarqatib yursa, Imom Muhammad yoshgina yigitcha bo'lganlar. O'ta go'zal, chiroyli yigitcha bo'lgan ekanlar. Kelishgan yigitcha bo'lgan ekanlar Imom Muhammad shogirdlari. Shunda Abu Hanifa rahmatullohi alayh Imom Muhammadga aytgan ekanlarki, sen ustunning orqasida o'tir degan ekanlar darsda. Ya'ni senga ko'zim tushmasin deganlar. Nima bu? Abu Hanifaning buzuqligidan bas bu. Abu Hanifaning naqadar shariatni chuqur bilganligidan, anglaganliklaridan. Imom Muhammaddan soqoli chiqmagan yoshgina yigitcha ekan.